va eng yaxshisini beramiz. O'shani natijasi bugun bir dona aytganmiz. O'zi aslida biz xizmat ko'rsatgan, shu kungacha xizmat ko'rsatgan dehqonlarimiz soni biz har birini bizga kelgan odam biladi, yozib olamiz. 10,000 plus dehqon bo'ldi. Hammasini kantagi, rayoni qancha yildan beri kelyapti, nima urug'i kelyapti, hammasi bor. Bir donasini seminarimiz taklif qilganmiz, 100 paket. Shuni olib turasan. 100 paket Piskent regionidan kelsa shu Bursutqum kompaniyasini ishqibozlaridan keling. Mana shu 1707 pomidorimizni o'tgan yil ekkan va mashina orqasidan o'zingiz qancha gektar ekizib kelib? 10 gektar maydonga ekkanmiz. Hosildorligi yuqori bo'ldi, xudo xolasa hammasi yaxshi. O'rtacha 8 kilo, 8,5 kilodan hosil oldik. Bir tutdan 8 kilo, 8,5 kilo. Necha ming ekdingiz gektarga? 22 mingdan ek. 200 tonnaga yaqin degan akalar. Shunaqa hosil berdik. Endi bu odamning bitta tarafida hamma dehqon ham unaqa emasda. Bu odam o'zini bilimi bilan, o'zini shu kungacha erishgan natijalari bilan, dehqonlari bilan, o'zini hamqishloqlari bilan kim agar yordam so'rasa, bilimini ayamaydigan insonlar. Bu odamni orqasidan shu kungacha 50 ga yaqin dehqon keldi aka. 2 yil ichida 50 ga yaqin nimaga? O'zi baraka topyaptimi? Boshqa dehqonga ham taklif qilib, mashina ek, mashinadan baraka topasan. Agar yordam kerak bo'lsa, agar maslahatlar kerak bo'lsa, men turibman deydigan dehqonlardan. Aytgan pomidor anaqa yetishtirish san'at turiga aylanadi-ku. Bu nima mubolag'a emas. Pomidor haqiqatan qiyin bo'lib qoldi. Ekin turi chunki kasalliklar, issiq va bozor talabiga yarasha mahsulot, sifatli mahsulot chiqarish bundan qiyinlashib ketgan. Va mana shu qiyin sohada akamiz men o'zim ham darsga borganman, agar eslasangiz, shu bizni BT1707 degan urug'imiz bor, Bursa firmasining seleksiyasiga oid. Bu urug' bozorda hozir ochiq dalada qizil pomidorda shu vajadan keyin sotish ob'emi bo'yicha O'zbekistonda tanilgan Platinum degan nom bor. Nunix firmasini shu Platinumga o'xshab ketadi. Oldingi kiprik ko'rinishlari, kattaligi, qizilligi o'xshab ketadi, lekin Platinumdan yirikroq. Eng asosiy kriteriyasi mazaliroq. To'g'rimi aka? Hosildorligi ham bunga nisbatan ham ek ko'rganmiz. Platinum sortini ham ek ko'rganmiz. Lekin bizga ma'qul tushayotgan joyi 17 kuni hosildorligi yuqori, bozorda talabga javob beradigan narsa bittasi mazasi zo'r. Chunki katta rayonda 17 sexlarga beramiz. Bu yilga 3 gektar ekib bering deb talab qilishdi. Xudo xolasa mana 3 gektar ekotdik. Ko'pchilik maydonimiz 9 gektarga ekotdik. Xudo xolasa 17 kuni endi ekmagan odamlarga 100% tavsiya qilaman, chunki o'zimiz boshimizga o'tkazganmiz nimalarni hammasi zo'r, hosildorligi ham yo'q. O'rtacha 8 kilo solganda ham endi hosildorligi juda yuqori. 20 ming dona ekish mo'ljallangan bu yilga hektariga, chunki 3 dan 2 yon olishi mo'ljallangan. Uni bir 10 yildan orasini shunda 45-50 gektar mahsulot yaxshi bo'ladi. Boshqa pomidorlardan, boshqa firma pomidorlardan aslan ko'p ko'rganmiz, uchratganmiz. Biz taklif qilayotgan pomidor navlari bu yozda quyoshdan o'zini barglaridan mevasini yaxshi yopishligi bilan ajralib turadi, to'g'rimi? 100% o'zini mevasini ko'rgan o'zlarini ko'rishgan, biz maqtayapsiz. 100% yopadi hozir. Shundoq dalaga borsiz, bu yerda pomidor yo'q deb bilasizda. Lekin uni tayini ko'tarsiz, o'sha 10 kilo hosil chiqib kelaveradi. Bizda shu fishkalarimiz, biz taklif qilayotgan navlar o'zini yaxshi himoya qiladi yozda quyoshdan. Yaxshi hammasi. Demak, mana shu joyiga kelganda bitta biz chuqur nafas olamizda. Nimaga desanglar azizlar, biz kunlarda